ikki xil odamni bitta zo'r misolda keltirib beraman. Meni uyimda shlagbaum bor. Shuni mahallamizda kirib kelishda shlagbaum bor. U shlagbaumni oldida sal pastroqda bitta budkada qorovul o'tiradi. Охранник. U ba'zida ko'radi, ba'zida ko'rmay o'zini ish bilan band bo'ladi. Va men odatda taksi chaqiraman. Taksi chaqirib, qayergadir bormoqchi bo'lsam, taksistlar ikki xil. Bir xil taksistlar men lokatsiya mahallanchaga yuraman. Chunki 200 metrcha joy yurishim kerak naqagacha. Va menga qulay agar mashina kirsa. Ba'zi taksistlar shlagbaum oldida to'xtaydi, tashqarida kutib turadi meni. Kirmaydi ichkari. Keyin chiqib turib, "Aka, nega kirmadingiz?" desam, "Shlagbaum bor-ku" deydi. Ba'zi taksistlar shlagbaumga tiraydi mashinani. Qorovulni signal bilan bo'lsa ham haligi qilib, shlagbaumni ochib beradi. Qorovul ko'rsa bo'ldi, ochib beradi, keyin kirib ketadi, ichkarida meni kutib turadi. Ikki xil inson, bittasi to'siq ko'rishi bilan даже o'ylamaydi ham, masalan, qanday etsa bo'ladi, to'xtab tur, men bizga chaqirilganman yoki haligi qidirilmaydi-da. To'siq qilgan shlagbaumga, demak men u yoqqa o'ta olmayman. Ikkinchi misol bu to'xtab tur, to'siq bor, men kirishim kerak-ku. Ya'ni bir xil insonni to'siqlardan kelib chiqib harakat qiladi, ikkinchi inson o'zini xohishidan kelib chiqib harakat qiladi. Bu kichkinagina misol o'zi aslida olganda, lekin haqiqatan ham hayotda ko'pchilik shunaqa. Misol uchun xotinni rivojlantirishda ham shunaqa. Ba'zi insonlar bitta muammoda to'xtaydi, qaytib shug'ullanmaydi, ba'zi insonlar dal shug'ullanaveradi va natijasini oladi. Sog' bo'ling, omon bo'ling, meni rivojlantiring. Paka.